Allahu Ekber, Allahu Ekber. Es-salatu hayrun minen nevm. Es-salatu hayrun minen nevm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hörmətli video tapşırıq qaravçılar. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil gazim. Allahumma salli ve sallim ala nabiyina Muhammed. Bugün biz sizge yangi 2023 yılның G'invar ayının video jurnalını taqdim etamiz. Rahim etib qarag'iz. Alдағы bir necha minutda. Şagirdlarimiz Muslim rayonida bo'ldi. Madrasada shitdan turib o'quvlar uzdi. Balalarning yo'llari foydali o'tdi. Tuban Naratbash avulida diniy kurslar uyushtirildi. Shashqab avuli bolalari madrasalarida din sabog'i o'rganadi. Fond yetimlarni shodlantirdi. Es-salatu hayrun minen nevm. 2 G'invar Muslim rayonida musulmon yoshlarining qishki spartakiadasi o'tdi. Anda Buva madrasasi shogirdlari da qatnashdi. Muslimda musulmon yoshlarining qishki spartakiadasi o'tdi. Anda 15 rayondan kelgan 200 dan ortiq sportchi kuch sinashdi. Ularni Tuban Kami tubaga qoziya ham imom muhtasibi Salih Hazrat Ibrahimov ham Muslim rayoni imom muhtasibi Ilgiz Hazrat Singatulin salamladilar. Sportchilar qo'l kurashi, badminton, yuzu, mini futbol, arqon tortuv, turnikda tortiluv, tayoq tortuv kabi yarishlarda kuch sinashdilar. Barliq komandalarda kuchli azirlikli motor o'yin ko'rsatdilar. Yiroq oralarni yaqin etib kelgan Buva komandasi birinchi o'rinni yuzu bo'yicha G'ayniddin Fanis, ikkinchi o'rinni turnikda tortiluv bo'yicha Zabbarov Timurbulat yo'ladi. Birinchi o'rin tayoq tortuv bo'yicha Diberdiyev Yunus, Suleymanov Ayub yo'ladi. Yarishlarda qatnashuvchilar birgalashib ila namozini o'qidilar. Jenguvchilarga diplomlar ham ig'anashilar yordami bilan azirlangan qimmatli bo'laklar topshirildi. Bu sharani uyushtiruvchilarga zo'r rahmatimizni bildiramiz. Es-salatu hayrun minen nevm. 3 G'invardan olib 8 G'invarga qadar madrasamizda shitdan turib o'quvlar uzdi. 3 G'invardan olib 8 G'invarga xatli madrasamizda shitdan turib o'quvlar bo'lib uzdi. Yiroq tubaklardan kelib ilm oluvchilarda ko'p aralarında. O'quvlari og'ir bo'lsa-da, jemishi tatli, ajr savobi ko'p deb yiri opa-obilar. Alloh ularga bu izgi yo'lni jenglaytsin, davomli qilsin. Es-salatu hayrun minen nevm. G'invar oyында shaharimizning 2 mahallasida maktab bolalari uchun qishki diniy kurslar o'tkazildi. Hojilar masjidida G'invarning 3-sidan olib 9-na qadar 56 malay bilan otna bo'yi diniy darslar olib borildi. Madrasa shogirdlari dardlanib yoshlarga diniy bilim berdilar. Masjid yonida o'rnashgan cho'g'aloqda to'p tepdilar. Nani bolalar tavshudi. Tush vaqti yetgach, masjidga kirib tamli qaynar rizq bilan to'qlandilar. Bolalar masjidga bek tilab girdilar. So'nggi kunni tamli plov bilan silanib, paketi bilan ko'shtanashlarini olib, shodlanib, kurslarni tamomladilar. Abu Hanifa masjidida 3 G'invardan olib 8-na qadar qizlar uchun qishki diniy kurslar o'tkazildi. Izgi Qur'on o'qirga o'rganish bilan bir ratdan axloq, payg'ambarlarning tarixi, qo'l ishlari bo'yicha master klasslar o'rilib bordi. Kunda tamlidan tamli qomir rizqi, ishimliklar, frukt, konfetlar bilan silandilar. Kurslarning so'nggi soatini tog'inda ko'ngilliroq o'tkazish uchun yoshlar bo'ligining qizlari kelib, bolalar bilan turli o'yinlar o'ynadilar. So'ngidan har birsina paket bilan bo'lak topshirildi. İzgilikda Yorishik ismli yordam fondi ishmakarlarini qishki kurslarda moddiy yordam ko'rsatganlari uchun yoshlar bo'ligi yetakchisi Ilnur Safiyullinga ham uning yordamchilarini hojilar masjidida ish olib borgan uchun Abu Hanifa masjidida qizlar kursini uyushtirgan Safiyullina G'azizaga ham uning yordamchilarini yosh muslimalarga bu muhtasibati ham ota-onalar ismidan Alloh rahmatimizni yetkazamiz.
Allah Тәгалә гаилә ныклыгы, саулык, сәламәтлек, хәерле озын гомер, ак бәхетләр, эшләрендә зур уңышлар насип итсен. Изге эшләре дәвамлы булсын. الصلاة خير من النوم. Түбән Наратбаш авылы мәчетендә дә бу изге эш алып барылды. Балаларга дин гыйлемен бирүдә катнашкан абыстайыбыз Гөлгенә Салахова, Фәрдания Ягъфарова, Рәзинә Хасанова, мөнәҗәт әйтүче Нурдания Низамова, тәмле ашлар пешереп, балаларны сыйлаучылар Габделхакова Гүзәл, Хайруллина Мәдинә, Фахруддинова Гөлүзә ханымнарга, матди ярдәм күрсәтүчеләргә, авыл имамы Бахауддинов Рөстәм хәзрәткә Аллаһының рәхмәтләре булсын. الصلاة خير من النوم. Яңа Шашкап авылы Мәрҗән мәдрәсәсе балалар арасында Коръән уку бәйгесе уздырды. Яңа Шашкап Мәрҗән мәдрәсәсе балалар арасында Коръән уку бәйгесен үткәрде. Беренче урынны Шарафетдинов Камил белән Бикмуллин район яуладылар. Икенче урынны Султанова Әдилә белән Самигуллина Камилә бүлештеләр. Өченче урынны Зиганшин Хаким һәм Салахов Алмаз алдылар. Барлык балалар да бүләкләнде. Коръән укулары дәвамлы булсын. الصلاة خير من النوم. Йөрәктән йөрәккә фонды мохтаҗларга ярдәм итә. Йөрәктән йөрәккә фонды вәкилләре яңа елның 1 аенда ук ятим, аз киремле, мохтаҗ гаиләләргә 80 азык-төлек пакеты өләште. Бу эшне үз өстенә алып, оештырып баручы Госман мәчете имамы Илсур хәзрәт Нуруллинга һәм аның гаиләсенә, шулай ук якташларын авыр хәлдә калдырмаучыларга Раббыбызның шиксез рәхмәтләре яусын. Ике дөнья рәхәтендә яшәсеннәр. الصلاة خير من النوم. Эфирыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Студиядә сезнең белән мин, Лилия Валиуллина булдым. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh, хөрмәтле дин кардәшләрем. Allahu Ekber, Allahu Ekber. الصلاة خير من النوم.